Ammo Qashqadaryoning tandir go'shtini yaxshi ko'rsa, biz Qashqadaryolik Xudo xolami pirojkilarni yaxshi ko'ramiz. Va bugun opajonim bilan Qashqadaryolik qaynona oyijonlari o'rgatgan retsept bo'yicha pirojki pishiramiz. Ishimizni birinchi xamir olishdan boshlaymiz. Idishga sut, qaynagan suv, tuxum, shakar, tuz va dro'jja solib, yaxshilab aralashtiramiz. Keyin bo'lsa bir osh qoshiq yog' quyib, un solib, yaxshilab aralashtirishni boshlaymiz. Batafsil retseptda opisaniyada yozib qoldiraman. 3 marta un solib, yaxshilab aralashtirib, shunaqa holatda xamir qilib olamiz va uni 40 daqiqa issiq joyga olib qo'yamiz. Shu payt opam meni ko'ribsa, ishsiz qolib ketibsan, ol kartoshkani archib, gazga qo'ygin dedilar. Pirojkini 2 xil nachinkada qilamiz. Bittasi go'shtli, keyingisi bo'lsa kartoshka pyureli bo'ladi. Shuning uchun tez go'sht bilan piyozni мясорубкада maydalab, tuz, murch, zira solib, yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Nachinkalarni tayyorlagunimcha 40 daqiqa ham o'tib ketibdi. Oshgan xamirimizni olib, stolimizni ulab, ustiga xamirni quyib olamiz. Keyin shunaqa qilib bo'lib zuvalachalar qilib olamiz va ustini yopib 15 daqiqa tindirib olamiz. Shu payt qaynab chiqqan kartoshkalarimizni olib, ichiga 1 qoshiq sariyog', tuz, murch solib, yaxshilab pyure qilib olamiz. Tinib chiqqan xamirlarimizni olib, qo'lda yoyib olib, ichiga nachinkani solib olamiz va videoda ko'rsatilgandek to'kib olamiz. Va to'kilgan joyini pastga qaratib, yana 15 daqiqa tindirib qo'yamiz. Keyin bo'lsa belishlarimizni ham xuddi shu tarzda xamirni yoyib olib, nachinkamizni solib, shunaqa tarzda to'kib chiqamiz va uni ham ishib chiqishi uchun 15 daqiqa tindirib qo'yamiz. Ha, aytgancha video yoqayotgan bo'lsa, menga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizni blogimda ko'rib xursand bo'laman. Shunaqa qilib tog'amizga yog' quyib, qizib turgan yog'imizda pirojkilarni pishirishni boshlaymiz. O'rtacha olovda ikki tomon chiroyli qilib qizartirib pishirib olamiz. Pishgan pirojkilarimizni yog'idan ajratib olamiz. Keyin bo'lsa dumboqqina bo'lib ishgan belashlarimizni olib, yulgan tomoni bilan yog'ga solamiz. Ahamiyat bering, belashlarimizni go'sht pishishi uchun past olovda qizartirib olib, ikkinchi tomon qizarguncha belashlarning ichiga yog' quyib turamiz. Yaxshilab pishirgan belashlarimizni yog'idan suzib, shunaqa chiroyli qilib terib olamiz. Bay, ana endi ta'miga baho beramiz. Qaranglar, qanaqa chiroyli. O'zimga o'xshagan yumshoqqina dumboqqina bo'lib chiqdi. Ana endi ta'miga baho beramiz. Voy, shunaqangi mazali chiqqan, semichkadek yeyilib ketdi, ishonasizlarmi? Albatta tayyorlab ko'ring va menga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.